izzat tatib ketyapman degan gap bilan u bir tartinchoq qizvala degan gapdagi mishatga izzat tartish bilan tartinchoq degan ikki so'z o'xshamaydi-ku. Shuning o'xshash sizlar so'rayotgan hayshu bilan men tian degan bu ikki so'z o'xshamaydi. Ikkisining farqini so'rabsizlar. Ya'ni hayshu deganimiz izzat tartish, xijil bo'lish degani bildirdi. Demak, ma'lum ahvolga duch kelganda shu vaqtli holatda izzat tartish, xijil bo'lish degani bildirdi. Avo men tian deganimiz bu xarakterdagi xijilchanlik, tartinchoqlik, mijazi bir xil sal ish mijaz, bundaq bir kishini ko'rsa yetirqaydigan degan ma'noni bildirdi. Demak, hamma odam xijil bo'ladi, izzat tartidi. Lekin hammalam odam tartinchoq yoki yetirqaydigan bundaq ish mijaz bo'lish notayin. Masalan, 他上台演讲的时候很害羞dedi. 他上台演讲的时候很害羞. U sahnaga chiqib, litsey so'zlaganda intayin xijil bo'ldi, izzat tatdi degani bildirdi. 他害羞的脸都红了. 他害羞的脸都红了. U xijil bo'lganligidan, izzat tatganligidan yuzi qizdirib ketdi degani bildirdi. Endi men tian bo'lsa bu tartinchoq, mijazi bir xil sal ish mijaz degani bildirdi. 她是一个腼腆的女孩. 她是一个腼腆的女孩. U bir tartinchoq qiz degani bildirdi. 她性格腼腆，不怎么爱说话。她性格腼腆，不怎么爱说话. Uning mijazi sal tartinchoq, gap qilishni pek yaxshi ko'rib ketmaydi degani bildirdi. O'rganib oldinglar. Undasa men tian bilan hayshu ikkisiga ayrim jumlalarni tuzib pinglonchida avatib baqsanglar bo'ldi. Anda ma shipinxaudagi mazmunlarni darslik qilib yetkazib bersangiz, bir yetaklash qilib bersangiz, kunda azazdan o'rganish holatda bo'lsam bo'ladi. Musha shipinxaud so'zlagan darslaringiz menga bek tushdi ekan deydigan o'rganuvchilar menga ayrim gaqsanglar bo'ldi. 3 oylik o'rganish plani tuzib turib, kunda azazdan musha shipinxaudagi mazmunni asos qilib turib, mushuni siz o'zlashtiradigan qadar o'zingizniki qila olgan qadar men yetaklash qilib qo'yman. 3 oy vaqt o'rganish qila olayman deydigan do'stlar menga ayrim uchur qilsanglar bo'ldi. Kuniga oldi keyni bo'lib yarim soat vaqtni chiqarsanglar ham bo'ldi.